Hor mayli. Bir 2 kun vaqtim bo'lmadi, imkonim bo'lmadi, kela olmadim. Oqibatda storiesga qo'ya olmadim. Bir yoq tomon kottejimiz, bunisi bu tomon. Usta akalarimiz ancha ishlarni qilib qo'yishibdi. Молодцы. Yo'lda ancha chegara devorlarini terib qo'yishdi. Молодцы. Xursandman. Даже уже armaturani ham qo'yib qo'yishdi. Hop, o'sha yerga chiqamiz. Apolovkasi bilan birga. Bismillah. В целом ishlarga gap yo'q. Bu yoqda tumbamiz ko'tarilishi kerak. Xudo xolisa. Bu ham ventilyatsionni shaxtamiz. Sevim ustakalarimiz молодцы. Dodlash. Bu yoq tomonlarni terishibdi. Bu yoq pastiga oshxona bilan demaxot edi. Bu demaxot boshqa kottejga. Mana shu yerda chegara bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi. Как раз apolovka bilan armaturalarni bog'lab chiqishibdi. Bunisi demaxodimiz, bunisi ventilyatsionni shaxtamiz. Bu в целом молодцы. Da ishlariga gap yo'q. Sekin-sekin harakatlari yaxshi ketyapti. Hozir soatimiz 7:46. Hali 8 bo'lgani yo'q. Xuddi shunaqa kottej qidirgan yaqininglar bo'lsa, ularga xabarni berib qo'ysanglar, adresini bilishadi. Bemalol kelib, yo bismillah, ko'rib, o'ziga qulaysini, to'g'ri kelganini sotib olsa bo'ladi. Bizni esinglarda bo'lsa, boshida